Bu korobkachalarning ichidagi mahsulotlar to'g'risini aytaman, o'zimga ham qiziq, shuning uchun keling birgalikda buni ochib ko'ramiz. SPF bu losyonli SPF hisoblanadi. Upakovkalarga ham ahamiyat bersanglar, premium sifatdaligini bilib olsanglar bo'ladi. Vav, buni ko'rinishini qaranglar, qanaqa chiroyli. Bizda qo'l kremimiz, essensiyali qo'l krem, yumshatib, badaningizni mayin qilib beradi. Hidlari ham juda ham приятный. Tekstur. Bizda bu atir sepganga o'xshab qolar ekansiz. Keyingi mahsulotimiz mana shunaqa mitchani ichida bizga korporatsiyamizning 25 yillik to'yida har bir kelgan 4000 ta insonga sovg'a qilingan. Xuddi shunaqa boks, xuddi shunaqa paketlar 4000 ta odam har biriga berilgan. Tasavvur qilsanglarmi, qanaqa darajada korporatsiya hamkorlarini yaxshi ko'radi va unga juda ham qimmatbaho sovg'alarni beradi. Uni upakovkasini qaranglar, qanaqa chiroyli. Buni oching. Ay, bu rumyana, suxoy rumyana. Nima uchunki mana qaranglar, upakovkalari qanaqa premium, shunaqa chiroyli narsa. Vav, da, bu pudra. Bunisi kattaroq. Qo'shimni zo'rma, o'zim bu brendnikini oldim, boshqa qo'shimlarni olganman. Mana. Ay, shirinligini hadini. Butun ochsak, bu bizda yangi mahsulot. Bu hozir juda ham mashhur trend bo'lgan produktlardan bittasi. Aynan yoningizga sovg'a olasiz, balzam sifatidagi parfyumeriya. Mana, hidi biri ham приятный. Greenleaf o'zini tug'ilgan kunida har bir hamkor uchun shuncha mahsulotlarni shunchaki tekinga tarqatdi. U joyda 4000 ta inson bo'lgan. Tasavvur qilavering, korporatsiya qanaqa darajada masshtab. Hamkorlar uchun katta byudjet ajratgan. Agar siz ham shunaqa rivojlanib borayotgan shedri korporatsiyada ishlab, ham sayohat, ham daromad qilishni xohlasangiz, albatta ekraningizda qoldirilgan raqamlarga murojaat qiling. Men sizga to'liq ma'lumot beraman.